musulmon degani rabochiy bo'lib, ishchi bo'lib, birovni iymonsizni fermasida borib molini boqib, tagini tortib, bitta bola 30 ga kirib qolgan bola internetda maqtanyapti, bu jinni. Mana men deydi, dashada yuribman deydi, bitta xazayinda deydi, itini boqaman deydi, bo'ldi deydi. Bir haftada bir keladi, men bir hafta it boqib, oylik olib yuraman, maqtanyapti, chumo. Jinnimisan sen, o'y, jinni sen millatni asra, birovni itini boqib maqtanasanmi sen? Qolgan millat ko'rib nima deydi? Xarib deydi, it boqishga qoladimi endi kuningni? Bizni o'tmishimiz kim edi? Amir Temur Liboyni naqalini o'tkazib olgan. Osmonda yulduzga qarab og'zini ochib, burnini artalmayotgan paytda Ulug'bek bobomiz osmonda xaritasini chizib qo'ygan. Ibn Sinolar meditsinada nomer 1 bo'lgan. Imom Buxoriy hadis ilmining sultoni bo'lgan. Bugun nima bo'lyapti bolalar? Umri tili zo'r, internetda katta bo'lgan bola nima bo'ladi? 13, 15, 17, 20 gado bo'ladi, qul bo'ladi, xor bo'ladi. Dunyoda musulmon xor bo'lib yashash shartmi?